Hozirgi paytda 21-asr muammolaridan biri bu semizlik. Ko'p insonlar ongli ravishda ortiqcha tana vaznlari paydo bo'lishi boshlagandan keyin o'zlari mustaqil ravishda parhezlar qilishadi va jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishadi. Lekin ba'zi insonlar ba'zi xatoliklarni qilayotganlarini tushunmasligi mumkin. Ozishni niyat qildingiz, sport bilan shug'ullanyapsiz, to'laqonli parhezni ham ushladingiz, lekin baribir ham ozolmayapsiz. Ayni paytda juda ko'p insonlar sport bilan aktiv shug'ullanishadi, lekin shug'ullansa ham tana vaznini pasaymasligining asosiy sabablari bu yuklamani noto'g'ri tanlash yoki yetarli yuklamani bermaslik hisoblanadi. Eng ayanchlisi hozirgi paytda bolalarimizda, o'smirlarimizda, turmush qurish arafasida turgan qizlarimizda 25-30 yashar erkaklar va ayollarda juda ham ko'p uchraydi. Endi turmush yoshidagi qizlarda ko'pincha turmushga chiqqandan keyin tana vaznini yana ham oshib ketishi bu juda ham achinarli holat hisoblanadi. Ozish davrida ko'pchilik har xil dietalarni qo'llab ko'rishadi. Haqiqatdan dietalarning turlari juda ham ko'p. U dietalar ba'zi holatlarda individual ravishda ba'zi insonlarga umuman to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam ular o'zlariga mos dietani tanlab ololmagan bo'ladi. Shuning uchun albatta shifokor bilan maslahatlashgan holatda har bir inson o'ziga mos taomlarni tanlash va uni haqiqatdan ozdiruvchi mahsulotlarni tanlab olish bilish kerak. Ko'p insonlarimiz dieta qilish davrida bir xil taomga o'tirib olishadi. Bu bir xil taom aslida organizmda har xil defitsitlarni keltirib chiqarishi mumkin va organizmimiz shunaqa tushunadiki, bizga yetarli mahsulot tushmagandan keyin ekonom variantga o'tadi va o'zida yana ham ko'p yog' yig'ishni boshlaydi. Shuning uchun ba'zi insonlarimiz hayron bo'lishadi. Nimaga men dieta qilsam ham tana vaznim ozmayapti? Demak, sababi siz to'g'ri mahsulot tanlay olmadingiz va ba'zi holatlarda judayam mahsulot miqdorini chegaralab yuborsangiz, organizmimiz albatta o'zida ortiqcha mahsulotni saqlab qolish va yog'larni eritmaslikka harakat qiladi. Shuning uchun ham ba'zi holatlarda tana vaznini pasayishi sekinlashadi. Demak, biz aktiv jismoniy tarbiya bilan shug'ullandik, parhezlarni ham qilib ko'rdik, lekin baribir ham tana vaznini pasaytira olmadik. Buning asosiy sabablari bo'lishi mumkin gormonal buzilishlar. Hammamizga ma'lum, gormonal buzilishlar sababli tana vaznini pasaytirish juda qiyin vaziyat hisoblanadi. Uning sabablarini aniqlab davolagandan keyin ko'p insonlarning tana vazni pasayishi boshlaydi. Masalan, prolaktin gormoni ko'pincha emizukli ayollarning shikoyatlari. Men emizaman, tana vaznim kundan kunga oshib boryapti, lekin tana vaznimni sport bilan shug'ullansam ham, parhez qilsam ham pasaytira olmayapman. Bu holat ham individual hisoblanadi. Chunki ba'zi emizukli onalarimiz juda ham ozib ketsa, ba'zi onalarimiz juda ham semirib ketadi. Bu albatta bizning nasliy moyilligimiz, genetikamizga ham bog'liq bo'ladi. Endi agar biz bu holatni tashlab qo'yadigan bo'lsak, tana vazni juda ham oshib ketishi mumkin. Shuning uchun ko'p ayollarimiz emizuklikdan chiqargandan keyin o'zlari mustaqil ravishda ozishni boshlashadi. Agar bu narsa emizuklikdan keyin ham ozmasa, demak biz prolaktin miqdorini pasaytirish bilan ishlashimiz kerak. Chunki prolaktin yuqori bo'lganda organizmda yog' almashinuvi kuchayib ketadi va juda ham ko'p suv ushlanib qolganligi uchun bu holatlarda ko'p ayollarimiz 2 marta semiradi. Ya'ni ham suv hisobiga, ham yog' hisobiga tana vazni oshib boradi. Men hozir faqat prolaktinni misol qilib oldim, lekin ba'zan qalqonsimon bez faoliyati buzilishda ham juda ko'p holatlarda tana vazni oshib ketadi. Endi ba'zi insonlar aytishadi, men jismoniy tarbiya bilan shug'ullanaman, ortiqcha ovqatlanmayman, vaqtida uxlayman, lekin baribir tana vaznim oshib ketadi deydi. Yoki xalqimizda shunaqa gap bor, men havodan yoki suvdan semiraman. Aslida havodan, suvdan semirmaymiz, balki ko'pincha ortiqcha
kaloriya olganimizdan semiramiz. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, hattoki kaloriyani hisoblab ovqatlanganda ham tana vazni oshishi mumkin. Bu holat ko'pincha andropauza, ya'ni erkaklar klimaks davri, menopauza, ya'ni ayollar klimaks davrida bo'lishi mumkin. Chunki estrogenlarimiz, testosteronlarimiz defitsit holatiga o'tishi boshlagandan keyin organizmda modda almashinuvini pasayishi tana vaznini oshishiga sabab bo'ladi. Klimaks davrida davo muolajalarini olib borganimizda davo muolajalaridan effekt olishimiz mumkin. Endi bulardan, bu aytib o'tilganlardan tashqari ko'p insonlarimizni qiynaydigan vaziyat bu gormon terapiya bilan davolanish. Masalan, xalqimizga ma'lum prednizolon, deksametazon gormonlari. Ba'zan majbur holatlar bo'ladiki, bu insonlar aynan shu preparatlarni qabul qilishadi. Aynan bu preparatlar ham aslida bu gormonlar stress gormonlari deyiladi, lekin ularni davolovchi effekti bor. Aynan shu davolovchi effektni olish uchun insonlar shu gormonlarni qabul qilishganda bu modda almashinuvini buzishi orqali tana vaznini oshirib olishi mumkin. Ya'ni buning asosiy sabablari gormonlarni insulin rezistentlikka sabab bo'lishi va tanada yog' hujayralarini ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Ba'zi holatlarda semizlikni kelib chiqishi bizni sportimizga yoki dietamizga umuman aloqasi yo'q holatlar bo'ladi. Bu holatlar majbur holatlar, ya'ni organizmni turli xil kasalliklar sababli gormon preparatlarini qabul qilish hisoblanadi. Masalan, xalqimizning ichida deksametazon, prednizolon kabi har xil gormonlarni qabul qiluvchi bemorlarimiz bor. Bu insonlar uni majburlikdan qabul qilishadi va oqibatida bu gormonlar ta'sirida tana vaznini oshishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu gormonlarni asosiy effekti insulin faoliyatini buzilishi va insulin rezistentlikka sabab bo'ladi va aynan shu insulin rezistentlik tanada yog' to'qimasini oshib ketishi va tana vaznini oshishiga sabab bo'ladi. Aslida semizlik qanday shakllanadi? Semizlikning shakllanishi bizni odatlarimiz. Ba'zi insonlar o'ylaydiki, men dietada yuribman deydi, lekin dietani noto'g'ri tanlashi va ba'zi holatlarda stresslar bo'lib qolishi, uyquni buzilishi, kam harakatlilik semizlikni shakllanishida juda ko'p insonlarni uyqusi normal emasligi aniqlanadi. Ya'ni ko'p biznesmenlarimiz yoki boshqa sohada ishlaydigan insonlar to'liq vaqtida uxlolmasligi yoki uxlaganda ham to'liq chuqur uyqu ta'minlanmasligi haqida shikoyat qilishadi. Nima uchun bizga uyqu muhim? Uyquning asosiy muhim sabablaridan biri, biz chuqur uyquga ketganimizda organizmimizda melatonin gormoni, somatotrop gormonlar ishlab chiqarish boshlaydi. Bu gormonlar organizmimizga ham antioksidant hisobida, ham bo'lsa yog' erituvchi vazifani bajarib berishadi. Shuning uchun ham biz har doim aytib o'tamiz, uyquni to'liq ta'minlanishi zarur. To'liq uyquni ta'minlab beruvchi gormonimiz bu melatonin. Melatoninni asosiy vazifasi u aslida antioksidant, ya'ni organizmimizda har xil chiqindilarni chiqarib yuboruvchi va uyqumizni ravon qilib beruvchi gormon. Uning yana boshqa effektlaridan biri, agar bizda uyqu to'liq normal bo'ladigan bo'lsa, demak organizmimiz ertalabgacha chiqindilardan tozalanadi, tiniqib dam oladi va qayta tiklanadi va biz ertalab uyg'onishga va keyingi kun uchun to'liq organizmni tayyorlashga ta'minlab beradi. To'liq uyqu ta'minlangandan keyin biz chuqur uyqu fazasiga o'tganimizda organizmimizda somatotrop gormonlar ishlab chiqarish boshlanadi. Agar biz yaxshi uxlamasak, bu gormonni ishlab chiqarish ham pasayib ketadi. Buning asosiy vazifasi, ya'ni biz uni o'sish gormoni ham deb ataymiz, bu gormon ishlab chiqarilgandan keyin tanamizdagi ortiqcha yog'larni parchalash bilan ovora bo'ladi. Shuning uchun ham biz doim to'liq uyquni ta'minlaymiz. Uning yana bir boshqa effekti organizmimizda kollagenlarni ishlab chiqarishni stimulyatsiya qiladi. Shuning uchun ham ko'p insonlar to'liq uxlolmaganda
tez qarish protsessiga o'tib ketishi mumkin. Dieta qilish davrida ko'p insonlar tana vaznini pasaytirishga erishadi, lekin hayotlarida biror bir stress yoki noxush holatlar uchraganda ular o'sha 5-6 kunda yo'qotgan kaloriyalarini 1 soatda yig'ib olishadi. Bu protses qanaqa kechadi? Ya'ni xafagarchilik bo'lib qoldi yoki stressga uchradi. Bu inson o'tiradida bir vaza shokoladni yeb qo'yishi mumkin yoki birlagan oshni yeb qo'yishi mumkin. Bunaqa holatlar juda ko'p uchraydi. Demak, bu inson 5 kun davomida yo'qotgan kaloriyasini aynan shunaqa ovqatlanish orqali yana qaytarib oladi. Shuning uchun ham bu insonlar ba'zan hayron bo'lishadi. Nega tana vaznim tushmayapti deb. Mana yana bitta sizga xatolik. Emotsional semizlik holatlari ham bor. Bu semizlikda sizni yeyotgan ovqatingiz yoki yuklamangizga umuman aloqasi yo'q. Ya'ni bu insonlar surunkali stress holatda yashash, ya'ni oilaviy munosabatni buzilishi, ota-onalarni farzand bilan munosabatni kelishmovchiligi, hayotida sevgi muhabbatni yetishmasligi, mana bunday holatlar ham doimiy stress fonida tana vaznini oshishiga sabab bo'ladi. Ya'ni organizmda emotsional buzilish, psixologik buzilishlar, doimiy kayfiyatni pasayib ketishi, uyquni buzilishi, bu holatlar hammasi ong ostini buzilishi va ong osti orqali organizmda gormonlarni buzilishiga sabab bo'ladi va bu yana tana vaznini oshishiga bitta sababchi hisoblanadi. Taraqqiyotimiz rivojlangan sari insonlarimizni harakati ham kamayib boryapti. Bu holatni biz gipodinamiya holati deymiz. Ya'ni bu qanday ro'y beradi? Ko'p insonlarimiz ofislarda ertalabdan kechgacha bitta joyda o'tirib ishlashadi. Yo bo'lmasam transportlardan aktiv foydalanish, pultlar bilan boshqarish, bu narsalar bizni har birimizni harakatimizni chegaralaydi. Albatta, biz ovqatlangandan keyin harakat kam bo'lgandan keyin ortiqcha kaloriyamiz yog'ga aylanadi va tana vaznini oshib borishiga sabab bo'ladi. Shunaqa bir holat bo'ldiki, qabulimga juda ham go'zal, chiroyli ayol kirib keldilar va suhbat davomida shu aniq bo'ldiki, u ayolni turmush o'rtog'i tomonidan kamsitilishi yoki uni xunukligi tez qaytarilgandan keyin bu ayol borib tushkunlikka tushishni boshlagan va oxir oqibatda bu oilani buzilishiga sabab bo'lgan. Demak, ko'rib turganingizdek, bu ayolda ketma-ket stresslarni bo'lishi keyinchalik gormonal buzilishlarga va tana vaznini oshib ketishiga va psixoemotsional buzilishlar, ya'ni tushkun kayfiyat, o'zini o'zi yoqtirmaslik yoki hech kimga kerakmaslik holatini his qilish oqibatida uni umumiy holatini yomonlashishiga sabab bo'lgan. Ba'zan insonlar tana vaznini sekin asta oshib borayotganini hattoki sezmay ham qolishadi. Ya'ni bu insonlar borib organizmlarda biror bir shikoyatlar paydo bo'lgandan keyingina ahamiyat qilishadi va ular tana vaznini oshayotganligiga ahamiyat qilishni boshlashadi. Tana vazni oshib borgan sari boshlang'ich davrida ko'p insonlarda hech qanaqa shikoyatlar yoki boshqa klinik belgilar bo'lmasligi mumkin. Lekin tana vazni oshib borgan sari gormonal buzilishlar yaqqol yuzaga kelishi boshlashganda o'sha paytda insonlar sog'liqlariga ahamiyat qilish boshlashadi. Boshlang'ich davrida ayollarimizda hayz sikllarni o'zgarib qolganligi, kayfiyatlarini o'zgarishi, holsizlikni sezish yoki oddiy biror harakat qilganda hansirab qolish, erkaklarimizda ham kayfiyatni pasayib ketishi, hayotlarida aktivlikni kamayishi, motivatsiyani yo'qligi, ularni ham jismoniy harakatlarda hansirab qolishlari kabi oddiy belgilar bilan kuzatilishi mumkin. Lekin agar biz o'sha paytda shu signallar orqali tana vaznini pasaytirishga kurashmasak, borib uni oqibatlari jiddiylashishi mumkin. Ya'ni organizmda ko'pincha ortiqcha tana vazni birinchi yuklama bu yurakka bo'ladi. Ko'p insonlar yuraklarida og'riq,
yoki hansirab qolish, zinalardan chiqishga qiynalish, uzoq joylarga yurolmaslik yoki har doim liftlarni qidirish, harakatlarni kamaytirish payida bo'lib qolishadi. Mana shunaqa holatlarda agar biz vaqtida davolanmasak, birinchi navbatda yurak qon tomir kasalliklari, ya'ni gipertoniya, borib gipertoniya organizmdagi eng og'ir oqibatlari bu insult, infarktlarni kelib chiqishi, jigar faoliyatini buzilishi, ya'ni yog'li gepatozlar. Gepatoz kelib chiqqandan keyin albatta qondagi xolesterinlarni oshib ketishi, buni oshishi esa aterosklerozlarga sabab bo'lishi. Ateroskleroz qon tomirlar faoliyatini buzishi, qon tomirlarni faoliyatini buzilishi esa butun tanadagi hamma tomirlarda o'zgarish, ya'ni qo'llarimizda, oyoqlarimizda ateroskleroz blyashkalarni paydo bo'lishi, miyamizda blyashkalar bo'lib insultga sabab bo'lishi, shu bilan birgalikda shunga o'xshash judayam ko'p har xil oqibatlarga sabab bo'ladi. Yoshlarimizda esa bepushtlikka sabab bo'lishi mumkin. Bu ham juda ko'p uchrayotgan bir oqibatlardan bittasi. Yo bo'lmasa hazm tizimini buzilishi, ichaklarimizda oshqozon tizimini buzilishi, ozgina ovqatga qanoat qilmaslik, borib bir tarelkacha ovqat yegan inson birlagan oshga ham qanoat qilolmay qoladi. Chunki oshqozonlarni juda ham cho'zilib ketishi va to'yish hissini vaqtida bo'lmasligi, ya'ni oshqozondagi to'yish retseptorlarini sezuvchanligini pasayishi bu insonlarni yana ham ko'p ovqat yeb qo'yishi va ular shuncha ovqat yeb qo'yganini umuman sezmay qolishi va o'rnlaridan turgandagina o'zlarida og'irlik his qilishiga sabab bo'ladi. Demak, siz ozishga ahd qildingiz. Buning uchun siz ko'rib chiqishingiz kerak va muhim. Bu birinchi navbatda siz qanday rejimda yashayapsiz? Sog'lom turmush tarziga rioya qilyapsizmi? Bu bir. Ya'ni harakatingiz yetarlimi? To'g'ri ovqatlanyapsizmi? Uyqungiz vaqtida bo'lyaptimi? Stresslar ko'pmi hayotingizda yoki boshqa gormonal buzilishlar oqibatida kelib chiqyaptimi? Demak, bu sabablarni har bittasini ko'rib chiqasiz va har bittasini bitta izga tushirishingiz lozim. Agar sizda gormonal buzilishlardan kelib chiqyapti degan shubhangiz bo'lsa, demak siz qalqonsimon bez faoliyatini tekshirishingiz lozim. Insulin miqdorini ko'rib chiqing. Prolaktin gormoni, stress gormonlari, jigar fermentlari, anemiya bormi yo'qmi? Mana shunga o'xshash har bir gormonlarni topshirib, endokrinolog shifokor bilan birgalikda qayerda o'zgarishlar borligini topib va uni bartaraf qilish lozim. Agar siz semizlik, gormonal buzilishlar oqibatida kelib chiqayotgan deb o'ylasangiz, demak gormonal tekshiruvlardan o'tgandan keyin endokrinolog bilan birgalikda gormonal buzilishlar turini aniqlaysiz va uni bartaraf qilasiz. Yoki semirishingizga stress sabab deb o'ylasangiz, demak siz stressga qarshi turishni o'rganishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin meditatsiyalar, yoga, sevimli insonlar bilan birgalikda vaqt o'tkazish, tabiat qo'ynida bo'lish, vaqtida uxlash yoki bo'lmasam tinchlantiruvchi biror bir tabletkalarni ichishingiz mumkin. Stressdan chiqish uchun hech bo'lmaganda oddiy magniy preparatlarini qabul qilsangiz ham bo'ladi. Agar siz hali ham dietaga o'tirmagan bo'lsangiz, demak maslahatim birinchi navbatda semirtiruvchi mahsulotlarni ratsiondan chiqaring. Aynan bu mahsulotlarni o'zi ham sizga juda ko'p natija beradi. Ular bo'lishi mumkin juda tez hazm bo'luvchi uglevodlar, ya'ni bular shirin ichimliklar, gazli ichimliklar, har xil ledinsilar, marojnilar, konditor mahsulotlari, xamir ovqatlar, bulochkalar, yarim tayyor ovqatlarimiz, kiriyeshkilar, chipsilar, fast foodlar, polufabrikatlar, mana bu taomlarni hammasi organizmimizga juda ham ziyon keltiruvchi va juda tez semirtiruvchi mahsulotlar hisoblanadi. Demak, bu mahsulotlarni ratsiondan chiqarganingizdan keyin endokrinolog dietolog bilan birgalikda maslahatlashgan holatda sizga mos dietani va parhez taomlarni tanlab va unga rioya qilib taomlanishingiz mumkin. Keyingi bosqichimiz jismoniy tarbiya.
Agar siz hech qanaqa jismoniy tarbiya bilan shug'ullanmayotgan bo'lsangiz, hech bo'lmaganda 10 ming qadam yurishdan boshlang. Ya'ni Yaponiyada masalan aholi kuniga 20 ming qadam yurisharkan. Shuning uchun ham ularda semizlik darajasi bor yo'g'i 3% gina. Amerikada esa 10 ming qadam yurishadi. Shuning uchun ularda semizlik darajasi 40% gacha. Eng achinarlisi bizning O'zbekistonda ham kundan kunga semizlik oshib bormoqda. Shuning uchun buni oldini olish uchun biz ham kuniga 10 ming 20 ming qadamdan kam bo'lmagan oddiy yurishdan boshlang va sekin astalik bilan yuklamani oshirib boring va o'zingizga yoqqan biron bir sport turini tanlashingiz mumkin. Masalan, ba'zi insonlar trenajyor zallariga qatnashadi, ba'zi insonlar suzishni tanlaydi yoki ba'zi ayollarimiz har xil raqslarni tanlaydi. Shunga o'xshash o'zingizga yoqqan va kayfiyatingizni ko'taruvchi biror bir sport turlarini tanlasangiz bo'ladi. Demak, sport bilan shug'ullanganingizdan keyin sog'lom uyquni ta'minlashingiz kerak. Har kuni bir xil paytda uxlashni odat qiling. Yaxshi uxlash uchun esa uyqudan avval kontrast dushlarini qabul qiling va xonaning qorong'iligi va juda ham isib ketmasligini ta'minlang. Tana vazni oshib borgan sari boshlang'ich davrda sizda hech qanaqa shikoyatlar yoki biror xil kasalliklar rivojlanmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin u rivojlanib borgan sari tana vazni oshib semizlikka sabab bo'lgandan keyin sekin-asta uni oqibatlari rivojlanishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan oqibatlari bu gipertoniya. Gipertoniyaning oqibatlari esa bu insult va infarkt. Ba'zi insonlarda hazm tizimidagi buzilishlar, oshqozon ichak kasalliklari, ba'zi holatlarda yo'g'on ichaklarni rak kasalliklari, yo bo'lmasam suyak tizimlarida osteoporozlar va suyaklarni sinishlari, yoshlarimizda bepushtlik, hayz sikllarini buzilishi, ba'zi insonlarda tanalariga har xil toshmalarni toshib ketishi, terilardagi o'zgarishlar, ya'ni striyalarga sabab bo'lishi, uglevod almashinuv, oqsil almashinuv, yog' almashinuvini buzilish sababiga boshqa endokrin kasalliklarni ham sekin asta qo'shilib borishi, bularni hammasi zanjir sifatida har xil og'ir kasalliklarga sabab bo'lishi. Mustaqil ravishda ozishga harakat qildingiz, lekin natijaga erisholmadingiz. Demak, qabulimga yozilsangiz, siz bilan birgalikda gormonal buzilishlarni aniqlaymiz va uni bartaraf qilamiz va sizga mos parhez turini tanlaymiz.